O'shuning uchun qo'y boqinglar ekan. 4 ta qo'yni haydab, tolada yuringlar-da, tafakkur qilishga zo'r vaqt. Endi u ham qaysi, zormonlarni tashab qo'ysalar tafakkur bo'ladi. Mana umuman tafakkur qildirmay qo'ydi bizni. Ma min nabiyin illa wara'al g'anam deganlar Rasululloh. Payg'ambarki bo'lgan, albatta qo'y boqqan. Chunki kishi tolada ketmon chopar ekan, yonida hech kim yo'q. Yo bir tolada suv qo'yar ekan, yo bog'bonchiligini qilar ekan, yo qo'y haydar ekan, tafakkur qilishlikka fursat bo'ladi. Mana yoshim 40 ga kiribdi. Yana bir 20 yildan keyin 60 ga kiraman ekan. Nima qildim? Tafakkur qilishlik, shuning uchun birodarlar, ibodatning eng oliy darajasi. Mana shu tafakkurni qilishimizni Alloh taolo buyuradi. Mana 3 ta oyatda aytdik. Nimalar edi u? Koinotdagi oyat alomatlar, Alloh taoloning fe'li, takviniy oyatlari, Qur'oniy oyatlar.